shuncha sahobalar, shuncha kelgan ziyoratchilar Jannatul Baqiyadagi, albatta kirib ko'rib qarasangiz, ya'ni podsholar, juda ulug' sahobalar, avliyolar kim bo'lishidan qat'iy nazar hammasini qabrning ustiga bitta tosh qo'yib qo'ygan. Bitta o'sha g'ish guvala deydimi, shunaqa qo'yib qo'ygan. Oshiqcha narsa yo'q. Ya'ni boyni ham, kambag'alni ham Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhu bilamiz, juda badavlat bo'lgan, badavlat zot bo'lgan. Hattoki bu insonni ham qabriga shu bir dona guvalay tosh qo'yilgan. Ya'ni badavlat qabri alohida, kambag'alni qabri alohida emas. Agar o'sha qo'yiladigan qanaqangidir bir toshlar yoki bir bezaklar o'sha mayyitga manfaatli bo'lganda mana shu joyda qilinardi. Bu joyda Jannatul Baqiyaga kirdingiz, hamma qabrlar barobar.